Xo'p, assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yana siz bilan birga dolzarb mavzularda suhbatlashishdan juda ham xursandmiz. Bugun o'sha suhbatimiz o'zgacha formatda, ya'ni bir kishilik mono formatda bo'ladi. Men savol beraman, kadrda faqat siz ko'rinasiz va o'ylaymanki, bu talabalar uchun, kuzatuvchilar uchun bu jarayon ham qiziq bo'ladi, bu format ham. Xo'p, demak, bugungi mavzuyimiz, ustoz siz bilan kelishib tanlagan mavzuyimiz nikoh shartnomasi bo'ldi. Bilamizki, prezidentimiz shu yilning 14-oktyabr kuni ajrimlarda farzandlar og'ir ahvolga tushishini oldini olish uchun nikoh shartnomasi tuzish afzalliklarini targ'ib qilish lozimligini aytdi. Shuningdek, u oila qurish bu nafaqat o'zi, balki turmush o'rtog'i va farzandlari oldidagi katta mas'uliyat ekanini yoshlarga tushuntirish zarurligini qayd etdi. Keling, shu munosabat bilan bugungi suhbatimizda oiladagi er-xotinning o'zaro munosabatlari, xususan mulkiy munosabatlar xususida suhbatlashsak ustoz. Suhbatimizning boshida er va xotinning har birining mulki yoki birgalikdagi mulki haqida ma'lumot bersangiz. Juda to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Haqiqatda mana shu oktyabr oyining boshlarida prezidentimiz oila munosabatlariga, oila masalasiga katta e'tibor qaratdilar. Shu yerda bir aytib o'tish kerakki, prezidentimiz kuyunib gapirdilarki, bugungi kunda mana qarang deyaptilar. Yil boshidan beri 32 mingdan ortiq oila ajrashib ketgan. Yoki 16 mingdan ortiq ota-ona aliment to'lab yurishdan qochib yuribdi, voz kechib yuribdi degan bir achinarli statistikani keltirdilar-da. Endi statistika aldamaydi. Va qolaversa, yil boshidan beri 32 mingta oilani ajrashib ketganligi, masalan, bu chindan ham prezident darajasida, hukumat darajasida, davlat darajasida e'tibor beriladigan masalaga aylanib borayotganligini bir isbotida. Endi Konstitutsiyamizga e'tibor qaratsak, Konstitutsiyamizda oila jamiyatning asosiy bo'g'ini sifatida ta'kidlab qo'yganmizda va shuningdek oila davlatning himoyasida ekanligi aytib o'tilgan. Demak, davlat mana shu oilalarni himoya qilishni o'z zimmasiga olgan. Konstitutsiya miqyosida bu davlatning konstitutsiyaviy burchi hisoblanadi. Bosh tarafdan olsak esa, mana shu O'zbekiston Respublikasi bu sharqona, o'zimizning bir o'ziga xos bo'lgan mentalitetimiz bor, boshqamiz bor. Biz uchun qonunlarni bir chekkaga qo'yib turaylik. Umuman olganda, oilani bir ajrashib ketishi biz uchun azaldan bir nima desa bo'ladi? Achinarli holat deb qaralganda. Va bugungi kunda mana shu oilalarning ajrashib ketayotganligi bu misli ko'rilmagan bir e'tibor qaratish kerak bo'lgan muammolardan biri sifatida e'tibor qilinyapti. Endi prezidentimiz shu nuqtai nazardan mana shu nikoh shartnomasini targ'ib qilish kerak. Agar ertaga mana shu oila ajrashib ketadigan bo'lsa yoki bo'lmasam mana shu er-xotin ayriladigan bo'lsa, ularni mana shu o'rtadagi munosabatlarini mustahkamlaydigan, ularning huquqlarini ta'minlaydigan institut sifatida nikoh shartnomasini ko'proq targ'ib qilish kerakligi haqida gapirib o'tdilar. Endi keling, boyagi to'g'ri savol berdingiz. Nikoh shartnomasidan oldin shuni bir gaplashib o'tishimiz kerak. Er-xotinning birgalikdagi mulki o'zi nima? Oila kodeksiga binoan mana shu er-xotinning birgalikdagi mulkiga bularni o'sha nikohlanuvchi shaxslarni yoki nikohlangan shaxslarni ular turmush davrida birga orttirilgan mol-mulklarini ularning birgalikdagi mulki deyiladi. Masalan, er-xotin turmush qurdi yoki bo'lmasam turmush qurmasdan oldin ham ular mana shu ahd paymon qilib, birga mana shu tanishib yurgan bo'lsa, birgalikda orttirgan mulklarini, masalan, xorijda aytaylik, e'tibor qilamiz-ku, 1 yil, 2 yil gaplashib yuradi, keyin menga turmushga chiqasanmi deb taklif qiladi. Ular bungacha birga yashab yurgan bo'lishi ham mumkin. Mana shu paytda ular birga yashash davrida birgalikda yashab, o'zaro ularning daromadidan kelib chiqib, mol-mulk orttirgan bo'lishi ham mumkin. Mana shu narsani ham bizning qonunchiligimiz nima qiladi, tartib hisob qo'ygan. Nikoh davridan keyingi yoki bo'lmasam nikohdan oldin ham ular birgalikda ishlab topgan puliga olgan mol-mulklarini ularning birgalikdagi mol-mulki deyiladi. Masalan, nikoh qurdingiz, uylandingiz, er ishlaydi, ayol ishlaydi. Xo'p, er ishladi, ayol ishlamadi ham deylik. Lekin shunday taqdirda ham baribir er ishlab kelib oilaga pul sarflab orttirilgan bir mol-mulki bo'lsa, uy joy bo'ladi, masalan, mashina bo'lishi mumkin, har xil mol-mulk bo'ladigan bo'lsa,
mana shu mol-mulklar er-xotin birgalikdagi mulk deyiladi. Va mana shu mulk er-xotinni o'zaro ulushi qanday bo'ladi deydigan bo'lsak, qonun jihatdan ikkalasi mana shu mol-mulkdagi ulushi teng hisoblanadi. Garchi uni bir kishi ishlab topgan bo'lsa ham. Xo'p, rahmat ustoz tushuntirish uchun. Endi navbatdagi savol, er va xotinning umumiy mol-mulkini bo'lish qanday amalga oshiriladi? Va shu o'rinda yana bir savol tug'ilyapti. Bu bo'lish deganda faqat ajrim nazarda tutiladimi yoki boshqa hollarda ham? Ha, endi mana qarang, bizda masalan xabaringiz bor, meni xususiy notarial idorada ham faoliyat yuritaman. Bizga juda ko'p savollar bilan murojaat qilishadi-da. Masalan, olaylik, er kelyapti-da, moshinasini sotmoqchi. Keyin albatta aytamiz, ayol uylanganmisiz? Uylanganman. Ayolingizni roziligi kerak bo'ladi deb aytamiz masalan. Albatta notarial tasdiqlangan rozilik kerak-da endi. Shu paytda ayrim nimalar e'tiroz bildirganda savol berishadi. Bu pulni men moshinani o'zim ishlab topganman. Ayolim uyda o'tirgan bo'lsa, uni unaqa haqqi yo'q-ku. Endi ayolimni olib chiqishim kerakmi, olib kelishim kerakmi deb salaliga xafa bo'lganda e'tiroz bildirishadi. Biz shuni tushuntiramiz. Aytishimiz kerakki, to'g'ri. Bizda masalan erkak kishi ko'proq, biz erkak kishi ko'chani odami deyiladi. Ishlaydi. Qadriyatlarimizga emas. Mehnat qiladi, olib kelib topgan puliga uy olishar, mashina olishar, har xil mol-mulk olishadi. Lekin shuni aytib o'tish kerakki, hali aytganimizdek, qonunchiligimizda bu er topgan pulga olingan mulk yoki bo'lmasam ayoli ishlamagan bunga mol-mulk berilishi kerak emas deb ajratib o'tirmaydi. Er ishlab kelib pul topadimi yoki er uyda o'tirib ayoli ishlab kelib pul topadimi, olingan mol-mulk teng va birgalikdagi mulk hisoblanadi. Xo'p, bu masalan bir tomoni. Ikkinchi tomoni, xo'p, mayli er ishlab topib pul topdi deylik, mulk oldirishdi deylik. Lekin ayol ham uyda bekor o'tirmagandir, bola chaqalarga qaragan, supurib, sidirgan, ovqat pishirgan, kirlarni yuvgan, er bilan birga teng mehnat qilgan. Men shu paytda aytkim keladi-da erlarga. Keling bir kunga bo'lsa ham haligi ayolingiz bilan rolingizni bir almashtirib ko'ringchi, o'rni almashtirib ko'ringchi deyman. Men o'zim shaxsan tasavvur qilaman. Masalan, men kelaman ishga, o'zingiz bilasiz, har kun ko'rishamiz, darsga kiraman, dars o'taman. Bir para dars o'taraman, ikki para dars o'taraman, ishlayman, o'tirib darsdan chiqamiz, keyin uyga sekin xotirjam kelamiz. Bo'ldi. Biz charchadik, planni bajardik-da endi erkaklar. Masalan, dam olish kerak. Lekin bunday kuzatib tursam, ayolim ertalab chiqib ketmani kuzatganimdan boshlab ishlashni boshlaydi. Nonushta qilgan joyimiz dasturxonni yig'ishtiradi, idish-tovoqlarni yuvadi, uylari yig'ishtiradi, kirlari yuvadi. Men uyga kelib dam olsam olamanki, ayolim tinmayotgan bo'ladi-da. Uncha-muncha erkak kishi bu ayol kishini agar vazifasini zimmasiga olsa, u chidash bir qiyin. Shu uchun ayol kishi ham eri bilan birga undan ortiq harakat qilib mehnat qilsa qiladi-ku, oilada undan kam harakat qilmaydi aslida olganda. Tinmaymiz. Shuning uchun ham qonunchiligimizda ularning mulkini teng kim ishlab topganidan qat'iy nazar ayolning ham haqqi bor deb belgilab qo'ygan. Keyin tushuntiramiz. Shunda ham keyin ayolni olib kelib roziligini olib shu mashinasini, uyini olsotdi qilishadi. Endi savolingizga keladigan bo'lsak, er xotinning mulkini bo'lish qanday bo'ladi deyilyapti. Umuman olganda er xotinni hali aytdik, mol-mulki teng hisoblanadi. Ikkalasi ham teng. Masalan, mashina olsa, kimning nomiga rasmiylashtirilgan qat'iy nazar, masalan, mashina texnik pasporti eri nomi turibdi yoki ayol nomi turibdi. Olingandan qat'iy nazar yarmi turmush o'rtog'iniki hisoblanadi. Yo eriniki yoki ayolniki. Endi mana shu paytda bo'lish paytida agar nikohdan ajralishga to'g'ri kelib qolsa, nikohni ajratuvchi organ, mansabdor shaxs mana shu ularni mol-mulkini teng bo'lib beradi. Teng bo'lib beradi. Endi shu yerda bir savol tug'iladi. Mashina bitta mashina bor. Ajrashyapti. Qanaqa qilib buni bo'ladi? Uni yarmini aralab bo'lib beradimi, boshqami? Agar nima deydigan bo'lsa, agar kimning nomida shu mol-mulk qolayotgan bo'lsa, qolgan qismini kompensatsiya qilib pul to'lovi qismida olishi mumkin. Masalan.
yoki bo'lmasam uy joy bo'ladigan bo'lsa, uyni ham o'sha teng yarmini kimda mol-mulk qolyapti. Qolgan bo'lsa, u narigi qolmagan insonga kompensatsiya qilib pul to'lovi bilan javob qaytarish kerak. Xullas hisobda qilib qo'yish kerak. Masalan, erda uy qolsa, ayoliga uyni pulini berish kerak-da. Agar yo'q bo'lishi, biz teng o'rtadan bo'lishni xohlamaymiz desa. Xohlasa uyini ikkidan bo'lsin-da, yarmida eri, yarmida ayoli ikkalasi ajrashib, yaxshimisiz, tuzimisiz deb ikkala ajrashgan er xotin bitta eshikdan kirib chiqaversin masalan. Endi tasavvur qilish osonroq bo'lsin sifatida gapiryapmiz-da. Xo'p, buning uchun ajrashish shartmi? Yo'q. Avvalasa hech kimdan ajrashgudek qilmasin. Lekin er xotin agar istasa, ular o'sha mol-mulkdagi ulushini ajratib olishni, ajrashmasa ham o'zini ulushini ajratib olishni so'rab murojaat qilishi mumkin. Buning uchun notarial idoraga murojaat qilib, ana o'sha mulkni yarmiga bo'lgan mulkni mana shu yarmiga bo'lgan guvohnomani oladi. Notarius unga mana shu uning erning yoki xotinning shu ushbu mulkdagi ulushi shuncha deb guvohnoma beradi. Ajratib olishi mumkin. Buning uchun ajrash shart emas. Endi yana bir gapni aytishimiz kerak. Er xotini birgalikdagi mulki hisoblanmaydigan mulklar ham bor. Agar mana shu turmush davrida yashayapti va ular mulk orttirdi, lekin birgalikdagi mulk hisoblanmasligi ham mumkin. Masalan, qachon? Aytaylik, kelinga turmush o'rtog'iga otasi, ya'ni uy sovg'a qildi, hadya qildi. Yoki bo'lmasa mashina sovg'a qildi. Yoki bo'lmasa rahmatli onasidan kuyovga mashina meros qoldi, otasidan uy meros bo'lib qoldi. Mana shu paytda meros, hadya tarzda orttirilgan mol-mulklar umumiy mulk hisoblanmaydi. Uni o'ziniki. Agar ertaga yana ham soddoroq tushuntirmoqchi bo'lsak, masalan, meros sifatida olgan mashinasini yoki hadya sifatida olgan uyini kelin yoki er yoki xotindan biri sotmoqchi bo'lsa, narigi tarafni, erni yoki xotinni roziligi kerak emas. Chunki unga otasidan meros bo'lib qolyapti. Chunki unga onasi unga hadya qilyapti. Bu yerda ayolini yoki erini bir pul sifatida qo'shgan hissasi yo'q. Demak, hadya bo'lib o'tgan bo'lsa, meros bo'lib o'tgan bo'lsa, bunaqa paytlarda nikohdagi shaxslarning ikkinchi tomonni roziligi olinmaydi. Endi yana bitta tomoni bor. Mana shu birgalikda hisoblanmaydigan mol-mulk birgalikdagi mol-mulkka aylanib qolishi ham mumkin. Masalan, olaylik, xotinga rahmatli otasidan meros sifatida uy o'tdi. Lekin er xotin birga yashayapti. Bu kimning mulki hisoblanadi? O'sha xotinning mulki. Endi erning roziligi kerak emas. Lekin ular uzoq mana shu yashash davrida ular uyni qaytadan qurdi. Remont qildi, ta'mirladi. Mana shu paytda er ham pul qo'shgan bo'lib qoladi-da. Agar er pul qo'shganimiz boshqa qilsa, endi bular haligi meros sifatida o'tgan mulk birgalikdagi mulkka aylanib qoladi. Mana shu paytda biz hujjatlarni tekshiramiz. Agar olaylik, mana otasidan meros sifatida uy qolgan ekan ayoliga. Ayoli uyini sotmoqchi. Kelyapti. Qarasak, meros o'tgan ekan. Lekin e'tibor qilsak, bu uy yana qayta qurilib yoki ta'mirlanib, uy ko'paygan, qo'shimcha xonalar qurgan, shu hovlining etagiga yana bitta uy solgan bo'ladigan bo'lsa, ana endi bu yerda nima erining roziligini olishga to'g'ri keladi. Sababiki bu endi uy boshida meros bo'lib o'tgan uy endi birgalikdagi mulkka aylanib qolgan. Er ham ta'mirlashga, remont qilishga pul qo'shganda. Shuning uchun mana shunday holatlari ham bor. Yana haligi er xotin birgalikdagi mulki hisoblanmaydigan mol-mulklarga nikohdan oldin olingan mol-mulk ham, nikohgacha bo'lgan olingan mol-mulk ham demak birgalikdagi mulk hisoblanmaydi. Agar bular rostdan nikohdan oldin olinib, bo'lajak er xotin bunga pul qo'shmagan bo'lsa, nikohdan oldin olingan mol-mulk, ya'ni birgalikdagi mulk hisoblanmaydi. Mana shunday o'ziga xos bo'lgan haligi nima deymiz, jihatlari bor. Agar shu meros bo'lib, hadya bo'lib o'tgan mol-mulkka ikkala tarafdan birini pul qo'shganligi, mehnat qilganligi aniqlansa, demak birgalikdagi mol-mulkni buni tan olishga to'g'ri keladi. Yana bir jihatga e'tibor qaratishimiz kerak. Masalan, bir tomoni borki, masalan olaylik, er xotin rasman ajrashgan yo'q. Mana shu er xotin rasman ajrashmayapti, lekin alohida yashayapti. Masalan, bo'lib qoladi-ku, hayotda ayol arazlab ketib qolgan.
Xotiniga qarasa, 1 yildan beri, 2 yildan beri onasining ketib qolgan yuribdi deydi, masalan. Yoki arazlab ketib qolgan bo'lishi mumkin. Kasbimni yelkaga tashab, sizlarga qoldirdim dedi, masalan. Endi hayot har xil-ku endi. Mana shu paytda endi 2 yil yurib nomiga mashina olib qoldi. Xotin bo'lsa arazlab ketgan. Bizga kelishadi. Mashinamni sotmoqchi edim deb. Qarasak, ayolingiz bormi? Ayolim bor, lekin 2 yildan beri u arazlab ketgan, biz alohida yashayapmiz, birga yashamaymiz deydi. Ayolingiz olib kelasiz deymiz. Mana mashinangizni sotib olgan ekansiz, birgalikdagi mol-mulk hisoblanadi deydi. U aytadi, mana ayolim arazlab ketganiga 2 yildan oshdi. Uni roziligini olish shartmi? deyiladi. Mana shu paytda nima qilinadi? Shu paytda qonunchiligimizda muayyan bir shu moddalar bor. Oila kodeksida aytadiki, agar oilaviy munosabatlar barham topib, er-xotin alohida yashayotgan bo'lsa, sudga murojaat qilib, bunda ayoli o'sha bilan alohida ancha yillar bir alohida yashayotganligini, bunga ayolni yoki erini umuman hissasi yo'qligini isbotlay olsa, sud buni uning shaxsiy o'sha o'zini faqat shu er yoki xotinning mulki ekanligini tasdiqlab guvohnoma beradi. Xalqaro qaror chiqarib beradi. Demak, faqat o'zinikiligini nima qilish kerak? Isbotlab berish kerak. Mana shu haligi nima deymiz? Tomonlari ham bor. Hozir bitta savol tug'ildi ustoz, boya aytib o'tganingiz, uyni qaytadan ta'mirlash, rekonstruksiya qilish jarayonida ham xuddi shunday bo'ladi. Buni ham xuddi o'shanday qonuniy isbotlab berish kerakmi? Masalan, notariusning o'ziga kelib turib, remont qilingan rekonstruksiyaga masalan er yoki ayol ham hissa qo'shgan deb turib, alohida mulk birgalikda mulkka aylanyapti. O'sha holatda ham xuddi mana shu holatda sud orqali qilinadimi yoki boshqa yo'l orqali? Bu yerda biz aytamiz. Masalan, kelyapti, biz ko'ryapmiz. Biz buni qayerdan bilamiz? Qo'shimcha uy qurgan, boshqa qilganligini. Bu yerda hujjat ikkita bo'lib qoladi, ya'ni yuridik hujjat. Uyga oid bo'lgan hujjat ikkita bo'ladi. Birinchisi o'sha otasidan o'tgan meros guvohnomasi yoki onasi hadya qilgan hadya shartnomasi. Deymizda, erga bu yoki xotinga hadya bo'lib o'tgan ekan. Erni roziligi kerak emas ekan deymiz. Lekin qarasak, yana bitta hujjat bor. Endi qo'shimcha uy qurgan, kadastrda o'zgartirishlar bo'lgan. Hadya olgan paytda 2 xona edi. Keyin kadastrni qarasak, oxirgi yangi kadastrni qarasak, 4 xona bo'lib qolibdi. Qanaqasiga bu 2 xona 4 xonaga aylandigan paytda biz qo'shimcha qurganmiz deydi. Demak, nima deymiz? Ayolingiz olib kelar ekansiz. Ayolingiz ham shu yerda xizmat qilgan ekan. Bu otamdan qolgan uy-ku deb er aytdi, yo'q. Qolgan 2ta uyini siz 2ta xonasini qurgansizlar-ku. Ayolingiz mana shu ustalarga ovqat qilgandir, boshqa qilgandir, har qalay mehnat qilgan. Endi birgalikdagi mulkka aylanib qolibdi desak, xo'p deb rozi bo'lib olib kelsa, olib keldi. Agar yo'q, ayolim bu yerda umuman hissasi yo'q, men buni ayolimning roziligini olishlarini istamayman, men bunaqangi qoidaga rozi emasman deb e'tiroz bildiradigan bo'lsa, marhamat, bu paytda oldi-sotdi shartnomasini rasmiylashtirishni biz rad qilamiz. Istasa sudga borib murojaat qilib, mana shu uyni faqat o'zi qurganligini, ayolning mutlaqo bu yerga aloqasi yo'qligini marhamat isbotlab bersin. Endi bu yog'i endi sud jarayonida aniqlanadigan masala. Bu masalalar mana shu shartnomani rasmiylashtirish mas'ul bo'lgan notariuslarni yoki boshqa shaxslarning bir vakolatiga kirmaydi. Bu faqat e'tiroz tug'iladigan bo'lsa, sud orqali hal bo'ladi. Tushunarli ustoz. Yuqorida o'sha er va xotinning har birining mulki yoki birgalikdagi mulk haqida tushunchalarga ega bo'ldik. Endi asosiy mavzuga, asosiy savolga o'tsak, nikoh shartnomasi o'zi nima? Nikoh shartnomasi bizni O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga binoan mana shu nikohlanayotgan shaxslar yoki birgalikda nikohda yashayotgan shaxslarni mulkiy munosabatlarini tartibga soluvchi, nikoh davridagi mulkiy munosabatlarni tartibga soluvchi hujjat bo'lib hisoblanadi. Ya'ni mana shu oila kodeksimizning 29-moddasida keling, agar so'zma-so'z aytadigan bo'lsak, nikohlanuvchi shaxslarning yoki er va xotinning nikohda bo'lgan davrida va yoki er va xotin nikohdan ajratilgan taqdirda ularning mulkiy huquq hamda majburiyatlarini belgilovchi kelishuvi nikoh shartnomasi deyiladi. Oila kodeksimizning mana shu 29-moddasida aytib qo'yilgan. Endi bevosita
Oila kodeksining 6-bobi bevosita mana shu er va xotin o'rtasidagi shartnoma munosabatlarga bag'ishlangan. Shu bobdagi moddalarda nikoh shartnomasi huquqiy jihatdan tartibga solingan. Endi bu yerda e'tibor berishimiz kerakki, ikki xil sharoitdagi maqomdagi shaxslarning maqomi bu yerda huquqiy holat tartibga solib qo'yilgan. Birinchisi nikohlanuvchi shaxslar, ya'ni nikohgacha bo'lgan shaxslar yoki bo'lmasam er xotin bo'lib nikohdan keyingi birga yashayotgan shaxslarni mulkiy munosabatlarni tartibga soluvchi kelishuv nikoh shartnomasi deyilyapti. Demak, aytishimiz kerakki, hali rasmiy nikohdan o'tmay turib ham ikkita shaxs, nikohlanuvchi shaxs nikoh shartnomasini tuzish mumkin. Endi shu yerda aytayaptiki, nikoh shartnomasi davlat ro'yxatiga olgunga qadar ham, shuningdek nikoh davrida ham tuzilishi mumkin deyilyapti. Ya'ni ayrimlar o'ylashi mumkin, biz aynan turmush qurdik, oila qurdik, endi nikoh shartnomasi tuzsak bo'ladi deb. Yo'q. Agar istasa, ularning nikohi rasmiy davlat ro'yxatidan o'tmasdan oldin ham tuzib qo'yilishi mumkin. Yoki rasmiy nikohdan o'tib, er xotin bo'lib yashashni boshlagandan keyin nikoh shartnomasi tuzishlari mumkin. Yana bir jihat borki, bizda aytilyapti, shu oila kodeksida nikoh shartnomamiz faqatgina mulkiy munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan. Agar xorijiy tajribaga e'tibor bersak, masalan, AQSh qonunlariga binoan, Amerika Qo'shma Shtatlari qonunlariga binoan nomulkiy bo'lgan shaxsiy munosabatlarni ham nikoh shartnomasi tartibga solishini ko'rishimiz mumkin. Bizda shaxsiy munosabatlar emas, aynan mulkiy munosabatlar nikoh shartnomasi orqali tartibga solib qo'yish belgilangan. Endi ko'pincha nikoh shartnomasini hozir nima uchun targ'ib qilish kerak deyilyapti? Afsuski, achinarli. Endi bir gap aytish kerakki, ko'pincha aytishadi, nikoh shartnomasini tuzayotgan paytda bu bir boshidan nikoh shartnomasi tuzyapti, haligi yomon niyat bilan tuzyapti. Demak, ertaga mabodo ajrashib ketsa, qizim hozir nikoh shartnomasi tuzib qo'ygan yoki o'g'lim nikoh shartnomasi tuzib olgan. Ertaga mabodo ajrashadigan bo'lsang, shu nikoh shartnomasi seni himoya qiladi deb kimdir o'rgatsa, aytish mumkin. Demak, hozirdan biz ajrashib ketishni o'ylayapmizmi, ertaga qanaqa qilib yashaymiz degan bir nima bo'lishi mumkin-da. Insonlarda bir tushkunlik yoki bo'lmasam, nima desa bo'ladi? Kelajak oiladagi yashab ketishiga ishonchsizlik bo'lishi mumkin. Salbiy fikr bo'lishi mumkin. Yo'q. Bu narsaga nima deymiz? Keyin nima bo'larkin, ajrashib ketarmikinmiz? Shuning uchun biz tuzyapmizmi? Yomon niyat qilib nima keragi bor buni deb o'ylash kerak emas. Agar e'tibor berilsa, tariximizda ham bo'lgan nikoh shartnomasiga o'ziga xos bo'lgan ko'rinishlari. Masalan, islom dinida nikohlanuvchi shaxslarga nikoh o'qiyotgan domla ularga o'sha erni xotinga nisbatan uni mahrini berish kerakligini tushuntiradi. Kelinni mahri degan bir tushuncha bor, to'g'rimi? Va kuyov bo'lmish yoki er mana shu xotiniga islomiy nuqtai nazardan shart qilib qo'yilgan, shariat qonun qoidalariga binoan shart qilib qo'yilgan uni mahrini berish kerak. Endi mahrini tegishli ulamolarimiz mahrini o'lchamini, miqdorini belgilab berishgan endi. Va ertaga ajrashib ketgandan keyin ham mahr olinmagan. Kelinning o'zining mulki bo'lgan. Kelinning o'zining mulki bo'lgan. Buni ham nikoh shartnomasini hozirgi bir zamonaviy ko'rinishi deb aytsak bo'laveradi-da. Buning uchun haligi yomon niyat qilyapmiz. Bu bizga g'arbdan kirib kelgan bir institut, bizga sharqona munosabatlarga ta'sir qilmaydi, boshqa qilmaydi degan gaplar kerak emas. Nikoh shartnomasi to'g'ri ko'z bilan qarash kerak. Va buni biz mustaqillikdan erishib, oila kodeksini qachon qabul qilgan bo'lsak, ana o'shandan beri bu modda bor. Ya'ni nikoh shartnomasi tuzish kerakligi belgilanganligi. Xo'p, rahmat ustoz. Endi keyingi savol, nikoh shartnomasi tuzishning qanday asosiy qoidalari bor? Xo'p, asosiy qoidalari shundan iboratki, birinchidan bu nikoh shartnomasi ixtiyoriy. Har qanday kelishuv ixtiyoriy bo'ladi. Nikoh shartnomasi fuqaroviy huquqiy shartnomalar turkumiga kiradi. Biz bilamizki, shartnomalar ikkala tarafning erkin roziligi bilan tuziladigan shartnoma hisoblanadi. Hech kim birini yo erini qo'ldan sudrab kelib yoki ayolni qo'ldan sudrab kelib nikoh shartnomasi tuzaylik deb majburlashga hech kimning haqqi yo'q. Ikkinchidan, nikoh shartnomasida taraflar teng hisoblanadi. Biri-biridan ustun emas. Uchinchidan, nikoh shartnomasi albatta tuzishni o'ziga olgan asosiy qoidasi bu albatta notarial idoralarda tuziladi.
notarius tomonidan tasdiqlab beriladi. Endi xorijiy davlatlarga e'tibor qiladigan bo'lsak, masalan, Italiyada mahalliy davlat hokimiyati organlari tasdiqlab berar ekan nikoh shartnomasini. Yoki bo'lmasam huquqshunoslar, advokatlar ham tasdiqlash mumkin bo'lgan davlatlar bor. Bizning mamlakatimizda nikoh shartnomasi aynan notariuslar tomonidan tasdiqlanadi. Agar nikoh shartnomasi davlat tomonidan rasman qayd etilgunga qadar tuzilgan bo'lsa, ikkalasi tuzib olgan bo'lsa, ularning nikoh davlat tomonidan qayd etilgandan keyin rasman kuchga kiradi. Notarius tomonidan tasdiqlab qo'yilaveradi. Lekin ikkala tomon kelib tuzayotgan bo'lsa, hali rasmiy nikohdan o'tishmagan, lekin notariusga murojaat qilishsa, biz mana shu bo'lajak kelin-kuyov nikoh shartnomasi tuzmoqchimiz deysa, notarius buni rad qilmaydi, tuzib beradi. Lekin ularning nikohi rasman davlat tomonidan qayd qilingandan keyin nikoh shartnomasi kuchga kiradi. Keyin yozma tartibda tuziladi, albatta, og'zaki emas va notarial tartibda tuzilishi ularning asosiy qoidasi bo'lib hisoblanadi. Endi nikoh shartnomasi o'zi nima deydigan bo'lsak, soddoroq tushuntiradigan bo'lsak, hali aytdik, nikoh shartnomasi mulkiy munosabatlarni tafsilotlaydi deyilyapti. Bu nima degani? Demak, er va xotin nikoh shartnomasi tuzgandan keyin aytiladiki, kimni nomiga shu nikoh kim nomiga mol mulk olingan bo'lsa, o'sha uni mulki hisoblanadi. Masalan, ayoli o'zi ishlab mashina oldi va borib notariusdan borib shartnoma qildi yoki bo'lmasam avtosalondan mashina olib chiqdi deylik. Va transport vositasini qayd etish guvohnomani, ya'ni texpasportni GAIda o'zi nomiga rasmiylashtirdi. Ayoli buni o'zini puliga oldi. Qonunchilik nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, ayoli buni o'z puliga olgan bo'lgan taqdirda ham, lekin bu birgalikdagi mol mulk bo'lib qolish kerak, aslida olganda. Erini ham yarmiga haq bo'lib qolish kerak. Nikoh shartnomasi esa mana shuni oldini oladi. Ya'ni nikoh shartnomasi bor o'rtada, ayol o'zini nomiga olgan narsasi o'ziniki, erini o'zini nomiga olgan narsasi, mol mulki o'ziniki bo'lib qoladi. Qachonki agar o'rtada nikoh shartnomasi bo'lsa. Bu bizniki deb ayta olmaydi. Ya'ni er ham o'zini nomiga nima olgan bo'lsa, uy olgan bo'lsa, lekin birgalikda yashab olishyapti. Lekin bu narsani shartnoma agar tuziladigan bo'lsa, birgalikdagi agar shartnomada o'shanday band kiritilib, ya'ni o'shalar o'zlarining roziligi bilan tuzilgan bo'lsa, har biri shartnomada yozib qo'yiladiki, har biri o'zini ishlab topgan, o'zi nomiga, kimning nomiga olingan bo'lsa, uning mulki hisoblanadi deb shartnomada bandi bo'ladi. Keyingi savolim ham shunga bog'liq edi. O'zi shu narsani bermoqchi edim. Ya'ni nikoh shartnomasida ma'lum bir aytaylik shablon, o'sha asosida shartnoma tuziladimi yoki o'zlarining bandlarini, o'zlarini aytaylik takliflarini kiritsa bo'ladimi degan savol bermoqchi edim. Endi takliflar kiritsa bo'ladi, faqat qonun doirasida bo'lishi kerak. Nikoh shartnomasi bevosita mazmuniga qarab kelyapmiz-da, nimalar tuzilishi mumkinligi. Mana bizda ko'proq mana shu mulkiy munosabatlar tartib solishini gaplashdik. Shaxsiy munosabatlar tartib solish mumkin emas. Endi qanday munosabatlarni nima qildi, tartib solinadi. Hali aytganimiz mulkiy munosabatlar kim nomiga olingan bo'lsa, o'sha nomda qolishi boshqasi. Endi shaxsiy munosabatlarga keladigan bo'lsak, bolalarning tarbiyasi bilan bog'liq bo'lgan munosabatlar. Sen bir kun bolaga qaraysan, men qarayman. Yoki bo'lsam, mana shunday meni ishlarimni qiyin. Shaxsiy bir nima deymiz, injiqliklaringga chidaysan. Yoki bo'lmasam, menga xiyonat qilmaysan, to'g'ri bor, to'g'ri turasan, boshqa qilasan. Ishdan o'z vaqtida kelasan, ko'chada yurmaysan, telefon qilsam o'z vaqtida ko'tarib turasan degan har xil er tomonidan yoki ayol tomonidan qayerdasiz, nega telefon ko'tarmayapsiz degan gaplar tufayli bir-birini nazorat qilishga urinishadi-ku. Mana shu gaplarni shartnomaga tiqib qo'yish mumkin emas-da. Shartnomada faqatgina mulkiy munosabatlar bo'yicha gaplashiladi bizda. Xo'p, tushunarli. Keyingi savolimiz, nikoh shartnomasini o'zgartirish yoki bekor qilish mumkinmi? Mumkin. Nikoh shartnomasini o'zgartirish, bekor qilish mumkin. Nikoh shartnomasini o'zgartirish ham, bekor qilish ham qanday tartibda tuzilgan bo'lsa, xuddi shunday tartibda o'zgartiriladi, bekor qilinadi. Ya'ni
nikoh shartnomasi qanday tartibda tuziladi? Notarial tartibda. Demak, unga kiritilgan o'zgartirish ham notarial tartibda, bekor qilish ham notarial tartibda bo'ladi. Endi bu o'zgartirish ham, bekor qilish ham shartnoma ixtiyoriy tuzilganmi? Demak, o'zgartirish ham, bekor qilish ham o'zaro ixtiyoriy kelishuv asosida bo'lishi kerak. Yo'q deb taraflardan biri men buni o'zgartirish istamayman yoki bekor qilish istamayman deydigan bo'lsa, ana endi shartnomaga o'zgartirish kiritish yoki mana shu nizo keladigan bo'lsa, xullas o'rtada nizo kelib chiqadigan bo'lsa, bu masalalar hammasi tegishli tartibda sud tartibida hal qilinadi. Notariusga faqat o'zaro taraflarni kelishuv asosida borib hal qilinadigan masalalar ko'rib chiqiladi notarial idorada. Endi nikoh shartnomasini tugashiga keladigan bo'lsak, o'zi shu taraflar bekor qilgan paytdan boshlab o'zini kuchini yo'qotishi mumkin yoki bo'lmasam nikoh tugatilgan paytdan boshlab nikoh shartnomasini amal qilishi ham tugaydi. Lekin bir jihati bor, nikoh shartnomasini nikoh tugatilgandan keyin ham amal qilishini saqlab qoladigan shartlari ular ishlayveradi nikoh tugagandan keyin ham. Masalan, nima deydi? Bu degani nima degani? Masalan, xotin o'rtasida shartnoma bor edi, nikoh shartnomasi bor edi. Ular ajrashib ketdi. Bu degani nikoh shartnomasi o'zini kuchini yo'qotgan bo'lsa, yo'qotdi degan demak boyagi mol-mulklar yana birgalikdagi mulkka aylanib qoladi-ku. degan savol tug'ilishi mumkin. Shu paytda garchi ularni ajrashib rasmiy nikoh tugatilgan bo'lsa ham, kelib masalan shu nikoh shartnomasini ko'rsatib, bu mana nikoh shartnomam tuzilgandi mana. Shuning uchun deb bizga ko'rsatilsa, masalan, notariuslar tomonidan nikoh shartnomasi inobatga olinib, yoki xotinning roziligini olish bo'yicha notarial harakat amalga oshirilmaydi. Demak, bu paytda mana shunday holatlarda nikoh shartnomasi o'zini kuchini saqlab turadi. Garchi nikoh rasman bekor bo'lgan bo'lsa ham. Tushunarli ustoz. Nikoh shartnomasi haqiqiy emas deb topish tartibi qanday? Endi bizda mana shu nikoh shartnomasini haqiqiy emas deb topish fuqarolik kodeksidagi belgilab qo'yilgan tegishli shartlar asosida amalga oshiriladi. Biz hali aytdik, nikoh shartnomasi ham fuqarolik shartnomaning bir turi hisoblanadi. Haqiqiy emas deb topish qisman bo'lishi mumkin, ya'ni bir qismini, bitta ichidagi bir normasini bo'lishi mumkin yoki butunlay haqiqiy emas topish mumkin. Bu ikkalasi ham tartibi sud tomonidan amalga oshiriladi. Qanday shartnomalar o'zi haqiqiy emas deb topiladi? Masalan, olaylik, muomalaga layoqatsiz shaxs bilan tuzilgan bo'lsa yoki bo'lmasam aldash, qo'rqitish, zo'ravonlik ishlatib tuzilgan bo'lsa, nikoh shartnomasi haqiqiy emas topilishi mumkin. Tushunarli ustoz. Hozir shu o'rinda bir savol tug'ildi. Yuqorida aytib o'tdikki, nikoh shartnomasi bu o'sha er yoki xotinning qaysi ma'noda foydalanishi kerak bo'lgan, foydalanish mumkin bo'lgan o'zining huquqi deb aytib o'tildi, lekin hozir bir savol tug'ildi. Ajrim paytida aytaylik, nikoh shartnomasi bo'lsa va nikoh shartnomasi bo'lmasa qanday aytaylik yaxshi yoki yomon tomonlari bor? Ajrim bo'layotgan er yoki xotinni. Endi qonun har safar ham baribir er yoki xotinning huquqlarini ikkalasini teng baravar huquqlarni himoya qiladi. Tasavvur qiling, nikoh shartnomasi yo'q, er xotin ajrashyapti. Mana shu paytda hali aytganimizdek, birgalikda ortilgan mol-mulk albatta kimniki? Ikkalasiniki. Yarmi erniki, yarmi xotinniki. Teng. Mana shu paytda qonun erni ham, xotinni ham mulkini teng bo'lib beradi. Nikoh shartnomasi bo'lmasa ham. Nikoh shartnomasi bo'lgandachi? Nikoh shartnomasi bo'lganda er xotin ajrashayotgan paytda kimning nomiga olingan bo'lsa, o'sha mol-mulk uniki hisoblangani uchun butunlay o'tadi, masalan. Endi buni ham tan olish kerak. Nikoh shartnomasi zararga ishlab qolishi mumkin. Endi bugungi kunga kelib jamiyatimizda ijtimoiy munosabatlar rivojlanyapti.
ayollarimizni o'rnini mustahkamlash, ularning jamiyatdagi huquqiy maqomini mustahkamlash bo'yicha bir qator hujjatlar qabul qilinyapti. Mana hali aytib o'tdik, mana shu ishlashiga to'sqinlik qilganligi uchun, o'qimaysan deb tahdid ko'rsatganligi uchun, ruxsat bermaganligi uchun ham javobgar belgilab qo'yilgan bugungi kunda. Ayol kishini mavqeini biz mustahkamlayapmiz. Va bugungi kunda olib ko'rsak, mana biz ko'ramizku, faol ayollar kuchli reytingi chiqyapti, jamiyatimiz ayollar o'zini o'rnini topyapti, boshqa bo'lyapti. Bu quvonarli hol albatta. Nima uchun nikoh shartnomasi xorijiy mamlakatlarda ko'p tuziladi? Chunki tan olish kerak, xorijiy mamlakatlardagi ayol kishining maqomi jamiyatdagi o'zini o'rnini topishi bizdagi ayollarning jamiyatdagi o'rnini topishidan ancha yuqori. Ular istasa ishlaydi, istasa o'qiydi, istasa shu yuqori lavozimga ko'tariladi. Bu yerda eri hech qachon lavozimga o'tirmaysan, uyda o'tirasan, boshqa qilasan deb tahdid qo'ya olmaydi, taqiq qo'yib qo'ya olmaydi. Bizda ham mana shunday ishlar hozir amalga oshirilyapti. Ilgari shu milliy mentalitetimizni bir qusurlari deymizmi, ayol kishi uyda o'tirish kerak degan narsa bizda baribir bo'lgan. Va mana shu paytda endi topgan barcha mol-mulkni o'zining nomiga rasmiylashtirib qo'ygandan keyin nikoh shartnomasi ayol kishining zarariga ishlab qolishi sir emas. Masalan, bizga kelishadi, nikoh shartnomasi tuzmoqchimiz deb. Biz mana shu paytda qani kelinposhi o'tiringchi deymizda, biz tushuntiramiz. Sizning nomingizda nima bor deymiz. Mani nomimda hech narsa yo'q. Nima ish qilasiz deymiz. Biz hech qanaqa ish qilmayman deydi. Xo'p. Mana xo'jayiningiz nikoh shartnomasi tuzaman deb kelibdilar. Bir gap aytib qo'yaylik. Sizning nomingizda hech narsa yo'q ekan, hech qayerda ishlamas ekansiz. Eringiz nomida nima bor esa, shu ikkita mashina, ikkita uy, hamma narsa, kvartira bor deydi. Nikoh shartnomasi tuzsak, eringiz nomiga rasmiylashtirilgan hamma mol-mulk eringizniki bo'ladi va ertaga sizni roziligingizni olmasdan eringiz xohlagan paytda mashinasini, kvartiranimi, uy joylarini, yashab turgan uyingizni ham nima qilish mumkin? Sotib yuborish mumkin deb tushuntirganimizdan keyin ayrim ayollar o'ylab qoladida, "Ayyo, unaqa bo'lsa, men endi rozi emasman bu shartnoma tuzishga" deb aytadi. Buni ham tan olish kerak. Keyin kuyovga yoki eriga aytadi, "Mana shunaqa bo'lyapti" degandan keyin ozgina ayrim erlar sal jahli ham chiqadi, boshqa bo'ladi. Assalomu alaykum. Bizga anaqa hujjat kerak. Nima edi? Mashina oldi sotdi qilganda har safar xotinni olib kelish shart bo'lmaydigan hujjat. Ha, nikoh shartnomasimi? Xuddi shu, mana pasportimiz, mana nikoh guvohnomasi. Keling 5 minutda yozib bering, xotin sen ham tezgina qo'l qo'yib ber, ketamiz. Qayoqqa shoshyapsiz? To'xtang, men bitim mohiyatini tushuntirib berishim kerak. Voy, shuni nimasini tushuntirasiz? Xotin har safar mashina uy sotganida seni ovora qilib, qiynab issiqning kunida u yoqdan bu yoqqa sudrab yurmaslik uchun qilinadigan hujjat bo'ldi. Siz jim turing. Menga qarang, oddiy tilda tushuntirsam, nikoh shartnomasi shunday hujjatki, unga ko'ra turmush davomida er yo xotinning nomiga olinadigan uy, mashina kabi mulk umumiy mulk hisoblanmaydi va er xotin bir-birining mulkiga haqdor bo'lmaydi. Sizning nomingizda qanday mulk bor masalan? Hech vaqo yo'q. Hammasi erimning nomida. Hattoki xotinimga deb yozdirib kelgan mashinasi ham o'zining nomida. Ana, agarda o'zi saqlasin-u, shu holatda nikoh shartnomasi tuzgandan keyin qonuniy ajrashadigan bo'lsangiz, qo'pol qilib aytganda, xemirsiz ko'chada qolasiz. O'rtoqlar tanish, unaqa tomonlarni aytmang-da xotinimga. Yana bir tomoni bor. Nikoh shartnomasini tuzayotgan paytda mol-mulkni hammasiga tuzish mumkin yoki mol-mulkni bir qismiga tuzish mumkin, muayyan turiga tuzish mumkin. Masalan, faqat mashinalarga tuzib qo'ysa, uy joyga tegmasa ham bo'laveradi. Aytadiki, bizning nikoh davrimizda ortilgan barcha mashinalarga nisbatan nikoh shartnomasi tuzamiz degan bo'lsa, endi bizda haligi baribir tirikchilik qiladiganlar bor-da, mashina olib sotadiganlar bor. Har safar ayolni olib kelishi u nima qilmasdan, mana shunaqangi bir hozir bir amaliyotda uchrayapti, nikoh shartnomasini faqat mashinaga tuzib qo'yadi. Xotin ham rozi, yo'q men uyga tuzmayman deydi, boshqa qiladi. Shu paytda qonunchiligimiz bo'yicha yozib qo'yilgan, mol-mulk barcha turiga yoki muayyan bir turiga tuzib qo'yish mumkin. Bu endi sal qulayroq tomoni. Endi nikoh shartnomasini hal etganimizdek, mana shu paytda qachon ish beradi? Qachonki ayollarimiz ham o'zini jamiyatda o'rin topib, o'zi ishlashni boshlab, o'zini nomiga mol-mulk orttirishni boshlaganda, o'zini nomiga shu mulkini rasmiylashtirganda nikoh shartnomasi juda qo'l keladi.
bir tanishim aytuvdi. Yaponiyada yashagan tanishim, o'sha o'qigan, ketganda, Yaponiya oilasida yashagan ekanda, aytuvdi, erini kichikroq mashinasi bor ekan, biz Matizga o'xshagan mashinasi bor ekanda, ayolni Nissan Juke degan mashinasi bor ekan, katta Jeep. U endi ayolning nomida. Erini kichikroq. Aytayaptiki, mani deydi, men endi uyda yashayapman deydi, student tanishimiz. Kechqurun bir aylantirib Yaponiyani restoranga olib borib aylantirib kelmoqchi bo'ldi uyning egasi, eri deydi. Lekin o'zini kichkina mashinasida yurgisi kelmasdan uyalib ayolni katta Jeep mashinasida yurgisi kelib, ayoldan ruxsat so'rayapti deydi. Iltimos shu mashinani berib tursang, mehmonni aylantirib kelay deb. O'zinikida yuraver debdi. Men tushunib turibman deydi. Eshitib turibman deydi. Ya endi mehmonni shu kichkina mashina olib yuramanmi deb nima qilyapti? Ruxsat so'rayapti. Ayol pas turdi, bo'pti, bor, ehtiyot bo'lgin, yaxshilab haydagin, urmagin, boshqa qilmagin deb tayinlab jo'natdi deydi. Men shuni ko'rib hayron qolganman. Nima uchun? Chunki mashina ayolnikida, ayolning nomida u. Bizda bo'lsa, demak ularning o'rtasida nikoh shartnomasi bo'lsa kerak, boshqa bo'lsa kerak, tuzilgan. U mulk uniki hisoblanyapti. Bizda hammasi o'rtadagi mol mulk mana nikoh shartnomasi tuzilmaydi, minib boshqa qilib ketilaveradi. Endi bu ham biraligiga o'ziga xos jihatlarida. Baribir mulkiy munosabatlar kerak. Ayol kishi o'zini nomiga olgan yoki o'zi ishlab topgan mulkiga o'zi egalik qilish kerak. Er ham o'zi topgan mol mulkiga o'zi egalik qilish kerak. Lekin bu deganicha oilaga bir putur yetkazadi deb o'ylash kerak emas. Men bunday o'ylamayman. Endi yana bir gap borku, hisobli do'st ayrilmas deydi. Hisobli er-xotin ham ayrilmas. Hamma ham istaydi, hech kim ajrashib ketishni istamaydi. Hamma baxtli yashasin, hamma uzoq umr ko'rsin, birga qo'sha qarib baxtli bo'lishsin. Lekin nikoh shartnomasi tuzib qo'yishni ham menimcha esdan chiqarish kerak emas. Qachon foyda beradi? Qachonki mana shu har ikkala tarafni ham o'zini mol mulki bo'lsa, o'zi ishlab topgan mol mulki bo'lsa, nikoh shartnomasi juda zo'r qo'l keladi. Xo'p, ustoz, rahmat ma'lumotlar uchun. Hozir to'g'risi bu suhbatgacha bo'lgan holatda men o'zim ham nikoh shartnomasini tuzish yoki o'zi qanday narsaligi haqida ma'lumotga ega emas edim. O'zim ham turmush qurganman. Lekin shu o'rinda sizga ham savol. Mana siz ham oilangiz bilan umuman nikoh shartnomasi tuzganmisiz? Tan olaman, tuzmaganman. Bizning o'rtamizda nikoh shartnomasi emas, ko'proq sevgi, muhabbat, mehr oqibat shartnomasi bor. Lekin men buni yashamayman, meni niyatimda bor nikoh shartnomasi tuzish. Sababiki, menimcha ayolim bilan maslahatlashib qilinadigan ish bu. Nima uchun? Bugungi kunda ayolim ham mana shu o'zini tadbirkorlik faoliyatini olib boryapti bugungi kunda. Ilgari uyda o'tirardi. Hozir ham uyda o'tirib, nima deymiz, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida kichik bir tadbirkorlik ishini boshladi. Endi pul topyapti, o'ziga ishlatgisi kelyapti. Kechaganda o'zini topgan puliga yaxshi telefon oldi. Sekin-sekin ayolim o'zini oyoqqa qo'yib mustaqil, nima deymiz, balansiga ega bo'lyapti-da, daromadiga ega bo'lyapti. Ertaga Xudo nasib qilib ishini, kasbkorni barakasini berib, daraza mashina olaman deb qolsa, shu paytda u ham o'ylaydi, nikoh shartnomasi tuzib qo'yishimiz kerak ekan deb. Masalan-da. Nima deymiz? Folga ishonma, folsiz yurma degandek, bir haliga tuzib qo'ygan nima emas. Tuzib qo'ysak bo'ladi. Har kimni aytamiz-ku, jamiyatda mana shu er bilan xotin birgalikda ishlasa, yashasa, daromad qilsa, bu hali aytganimizdek oilachi jamiyatning bo'g'in, asosiy bo'g'ini. Oila qanchalik iqtisodiy jihatdan baquvvat bo'lsa, yonimdagi oila iqtisodiy jihatdan baquvvat, bunisi iqtisodiy jihatdan rivojlangan, o'z-o'zidan jamiyat rivojlanadi. Endi ilgarigi zamonlar emasda, faqat er ishlab topib, ayol kishi uyda o'tiradigan, boshqa qilgan, unga ham imkon berishimiz kerak. Ayol kishi ham erkak kishidan kam darajada ishlashga yoki bo'lmasam pul topishga, daromad qilishga layoqati kam emas. Shunda ayollarimiz bor, tadbirkorlik jo'sh urib turadi. Yoki bo'lmasam o'qishga, lavozimda ishlashga bo'lgan qobiliyatli ayollarimiz bor. Shuning uchun menimcha
albatta nikoh shartnoma tuzsam kerak degan niyat bor, yo'q emas. Va boshqalarni ham mana shu fursatdan foydalanib sizni ham va boshqa bizni yurtdoshlarimizni ham albatta nikoh shartnomasi tuzishga chaqirib qolaman. Xo'p, bugungi suhbat uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Albatta, xuddi men kabi nikoh shartnomasi haqida hali ma'lumotga ega bo'lmagan kuzatuvchilar uchun juda ham foydali suhbat bo'ldi deb o'ylayman va shu bilan birga yuqorida suhbat boshida aytib o'tganimizdek, prezidentimizni tashabbuslarini qaysidir ma'noda kuzatuvchilarga, umuman xalqqa yetkazishda yaxshi bir vosita bo'ladi deb o'ylayman. Sizga minnatdorchilik bildiraman suhbat uchun. Katta rahmat. Shu o'rinda xulosa o'rnida tomoshabinlarga fikrlar bo'lsa, shu bilan suhbatni yakunlaymiz. Tomoshabinlarga bo'lgan fikrimni hali bir qismini aytib o'tdim. Umuman olganda huquqiy bilimlarni boyitib borishdan aslo charchashmasin. Huquqiy bilim doim kerak. Masalan, tibbiy bilimlar bor, huquqiy bilimlar bor. Tibbiy bilim ham inson hayotida muhim rol o'ynaydi. Xuddi shuningdek, shunday bilimlar qatorida huquqiy bilimlar ham o'zini huquqini bilish ham hech qachon zarar qilmaydi. Biz o'ylaymizki, mana shu bugungi siz bilan bo'lgan suhbatimiz o'zaro mana shu nikoh shartnomasi, oilaviy munosabatga bag'ishlangan bizning suhbatimiz qaysidir oilalarga kirib, ular mana shu huquqiy bilimini ongini yoritgan bo'lsa yoki bo'lmasam ularni mana shu nikoh shartnomasini tuzishda bir o'ylab ko'rishlariga, xulosa qilishlariga va nikoh shartnomasi tuzishlariga turtki bo'lgan bo'lsa, demak biz mana shu o'zaro suhbatimizni nima deymiz, maqsadiga yetishgan deb hisoblaymiz. Shuning uchun hali aytganimdek, nikoh shartnomasi tuzishdan cho'chish kerak emas. Faqat nikoh shartnomasini o'ziga xos nozik tomonlarini ham o'ylab ko'rib, batafsil maslahat qilib, keyin tuzishsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunday. Ustoz, katta rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat sizga ham.